Ustalar nima narx-navoni oshirmasligi kerak? Hamma narsani narxi oshyapti-yu. Ustalar nima odam emasmi? Ustaning oilasi yo'qmi? Ustaning bola chaqasi yo'qmi? Aka, например, 30 ming dollar salondan mashina oladigan bo'lsangiz, 30 ming dollarga salonni ichi shundoq kirib 25 ming qilib beraman yo 28 ming qilib beraman demaysiz-ku. Aytgan narxi 30 ming bo'ldi, mana chaqirish sanab 30 ming qo'liga berasiz. Aka, savdalash to'g'ri, sunnat. Lekin aka, ustalarni o'zi ham ko'bam kuymaydigan qilib narx chiqarib qo'yishgan, maksimum narxlarni. Bo'ldi, o'sha aytilgan narxni bering, aka, ishchi sifatini tekshirib oling. Ustalar ham odam. Ustalar nima narx-navoni oshirmasligi kerak? Hamma narsani narxi oshyapti-yu. Ustalar nima odam emasmi? Ustaning oilasi yo'qmi? Ustaning bola chaqasi yo'qmi? Aka, например, 30 ming dollar salondan mashina oladigan bo'lsangiz, 30 ming dollarga salonni ichi shundoq kirib 25 ming qilib beraman yo 28 ming qilib beraman demaysiz-ku. Aytgan narxi 30 ming bo'ldi, mana chaqirish sanab 30 ming qo'liga berasiz. Aka, savdalash to'g'ri, sunnat. Lekin aka, ustalarni o'zi ham ko'bam kuymaydigan qilib narx chiqarib qo'yishgan, maksimum narxlarni. Bo'ldi, o'sha aytilgan narxni bering, aka, ishchi sifatini tekshirib oling. Ustalar ham odam.